Feruza Normatovani adasi, oyisi hali tirik. Kim nima qilayotganini judayam yaxshi bilishadi. Ota-onalar tirik, ya'ni aql o'rgatadigan ota-onasi hayotda, umrligi uzoq bo'lsin iloyim. Qolganlar aql o'rgatadigan gij aqli oqib tushadiganlar, iltimos hamma fikrini o'zida saqlasin. Ya'ni yashaymiz, ko'ramiz. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Hamma narsa ham. Maqbda bola uylanib ajrashgan bo'lsa, buni zato to'y qilib olyapti. Zo'r bo'ladi hali hammasi. Endi gapirganlar gapiraveradi. Men faqat baxtliman. Xudo xolasa to'ylarida mazza qilib, o'ynab kulib, baqir chaqir qilib kelamiz. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa shu kunlarni ko'raylik. Mani xotinim bo'lmagan, qizim bo'lgan, lekin bolamni tan olaman. Nima? Nima deyapti bu? Ojon, mani xotinim bo'lmagan, qizim bo'lgan, keyin o'g'lim tug'ilgan, o'g'limni tan olaman, bolamni tan olaman deyapti. Nima deyapti? Voy, xichiningdan joning chiqsin, voy savlating qursin, gavdang boru farosating yo'q. Ha, bola tug'ilganda nikohdamading, shariy nikohdamading. Plastiklarni qichitma. Ay, shariy nikohda bo'lgandan keyin juvonmay xotining bo'ladi-da. Xotining bo'ladi-da. Bola haromdan tug'ilmaydi-ku, isqot qog'ir. Voy, dod adoy tamom mekat inho mana sarsoni sargardon mekat. Mukshat mana mukshat. Choy damla. Mazam qochdi. Choy damla, mazam qochdi. Shuncha bergan tarbiyalarim, shuncha bergan oq sutim, hurmati yo'qmi? Voy.